Amir avtosavdoda sizlar uchun arzon narxga yaxshi Malibu 1 mashinasi kelib qoldi akalar, ko'rishingiz mumkin. 2013-yil, ikkinchi peysi mexanikasi bo'ladi. 50 partiyada Namangan shahar ichiga sizlar xohlagan dokumentlar qilib berishadi. 4 ta yaxshi yumshoq archa bolalar qo'yilgan. Tonirovka ruxsati 1 oy atrofida qolibdi. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Xo'p, 426 ming kilometr masofani bosib o'tdi. Mashinaga yaxshi chexol ko'rlar solingan, temir gaz balonlar ustanovka qilingan. 100 TL albatta. Belli jemshuk svetda bo'ladi. Texnik tomonlama hech qanaqa muammolar yo'q. Yangi motorlarga ham qildirib qo'yishibdi. Xullas, mashinani olib faqat mazza qilib minasizlar. Kraska holatiga keladigan bo'lsa, okalar. Xo'p, old orqalari pechat 40% atrofida kraskasi bor ekan. O'zini uchun bir qator polni tekshirtirib, notarsda pul sanasani bo'ladi. Luklargacha bezatkaz ishlab turibdi. Xullas, minishga tayyor. Narxini okalasizlar olmaza qilib ishini uchun $7550 baholandi. $7550 ga 2013-yil minishga tayyor, ikkinchi peysi mexanika Malibu 1 mashinasi. Egalar nominani qoldiramiz, telefon qilib barak qilishingiz mumkin okalar.